Navoiy viloyati Pedagogik mahorat markazi O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi hamda Madaniyat vazirligining qo'shma qaroriga asosan umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa madaniyati fani o'qituvchilarining malaka oshirish tizimini yo'lga qo'ydi. 2025-yil 1-martdan boshlab bu tizim doirasida nazariy va amaliyot uyg'unlashtirilgan o'quv dasturlari amalga oshirildi. Nazariy mashg'ulotlar Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti hamda viloyatlardagi pedagogik mahorat markazlarida o'tkazilmoqda. Navoiy viloyati Pedagogik mahorat markazi malaka oshirish tizimi doirasida Navoiy ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi, Navoiy shahar 1 va 8-son bolalar musiqa va san'at maktablari bilan hamkorlik qilmoqda. O'qituvchilar uchun tashkil etilgan bu yangi tizim ta'lim sifati nazoratini kuchaytirish va musiqa ta'limi bo'yicha mutaxassislarning malakasini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur dastur doirasida umumiy o'rta ta'lim maktablarining oliy va 1-malaka toifali o'qituvchilari hamda 2-malaka toifali va malaka toifasiga ega bo'lmagan o'qituvchilar uchun maxsus reja va dasturlar tasdiqlandi.